Uyni sotib olib, o'zimni xohishimga ko'ra ta'mir qilaman deganlar uchun ajoyib variant ko'rsataman. Yangi domlardan bunaqa proyektni topish juda ham qiyin, bilasizlar? Chunki hozirgi kunda qurilayotgan barcha yangi domlarning bitta xonasida gulxoy bor. Bugun sizlarga gulxoy xonalari yo'q. 3 xonali xonadonni sotaman. Skvoznoy planirovka, bu ham bitta plus. Hozir pluslarni aytaman, so'ng minuslarni aytib o'taman. Ikkinchi qavat, yangi dom, ikki tomonga qaraydi, parkovka muammo emas, markazda joylashgan, suv gaz svet postiyani bor va 3 xonali xonadon. Asosiysi kadastri bor. Ipotekaga ham to'g'ri keladi. Shuncha plusi bor, bugun zo'r uyni ko'rsataman. Bu uyimizning kirish eshigi hol mana shunday ko'rinishda, do'stlar. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Mana shunday G obrazli bo'ladi, sanuzel ham razdelni bo'ladi. Mana bu joyda buni to'rxona qilish imkoniyati bor, do'stlar. Chunki 104 metr kvadratlik uyni ko'ramiz. Mana shu yerda ikkita bemalol span tushadi, chunki ikkita deraza bor. O'rtasidan bitta devor tortilsa, ikkita spalni bor, do'stlar. Uyimiz to'rxona deb aytsak ham bo'ladi. Lekin bugungi uyimizda ta'miri yo'q. Bu korobka holatda, mana bu ta'mirlarga e'tibor bermaymiz. Bularda yo'q deb hisoblaymiz. Chunki vaqtinchalik ta'mir qilingan, studentlar uchun ozgina yashash uchun qulayliklar qilib qo'ygan. Tamom, boshqa ta'miri yo'q. Xo'p, asosiysi derazalar har bir xonada, gulxoy xona yo'q. Ko'chaning ustida joylashgan. Bugungi hududimiz erkin savdo hududi bo'ladi. Frunzodan shundoq kirganda Sartepon yo'li bo'lyapti. Olgan odam boshqadan remont qiladi, remontini har doimgidek kaminaga topshirasizlar. Qarang, ikkita sanuzel bo'lar ekan. Pishig'ichdan ko'tarilgan, devorlar ham pishig'ichda. Mana bu yerdan bitta pishig'ichni ko'rsataylik, mana. Bu yuvinish xonasi bo'ladi. To'liq pishig'ichli yangi dom. Xo'p, mana bu yerda yana bitta xona bo'ladi. Buni bittasini oshxona, bittasini spalni qilib foydalanasizlar, do'stlar. Naryoqda esa zal bor. Zalni ham ikkiga bo'lsangiz, bemalol to'rt xonalik uy bo'ladi. Yoki oshxonani mana bu yerga ham qo'yib olsak bo'ladi. Xullas, shunaqa. Endi bu yog'i sizni fantaziyangizga bog'liq. Manzilni eslatib o'taman. Samarqand shahar, erkin savdo hududi. Yo'lning ustida joylashgan 5 qavatli domlar, uyimiz 2-qavat viloyat, 1-qavatlar to'liq magazin, 104 metr kvadrat skvoznoy gulxoy xonalarsiz. Narxi $60,000 so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladi. Ipotekaga ham to'g'ri keladi, naqd pulga ham to'gri keladi. Demak, ipotekaga olish uchun uyni boshlang'ich to'lovini kamida 30-35% qilib, qolganini 7 yil yoki 10 yil muddatga bo'lib to'lab borasiz bank orqali. Qiziqqanlar ekrandagi raqamga telefon qilamiz. Fikr va takliflar har doimgidek kommentariyada, videoga like bosish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.